Başqalarning shaxsiyati haqida. Men azaldan başqalarning shaxsiyati haqida fikrlashmayman, munozirlashmayman, baho bermayman yoki ularni shaxsiy tanlov sababli tanqid qilmayman. Ularning nada o'tirdiganligi, qanchalik pulisi borligi, qanday markalik mashina haydaydiganligi, kim bilan aralashib, kim bilan aralashmaydiganligi, qancha qitim to'y qilgan yoki ajrashganligi, kim bilan muhabbatlashganligi. Bular mening ishim emas. Shundaqla ularning nada o'qiganligi, nimaga ishindiganligi, bo'y egizligi, chiroyliqmi, satmi, kelishganmi yoki emasmi? Bular men bilan qat'iy aloqasiz. Shundaqla menmi boshqalarning men haqidagi mening shaxsiy uchurlarim haqida munozirlashini xohlab ketmayman. Bu shaxsiy uchurlar dunyoning har qaysi joylarida hurmatlanadi, qo'g'diladi. Faqat kishilar bildirishni xohlaganlardan, oshkora taqatganlardan boshqa. Bizning ota-bobolarimizmi boshqalarningki shaxsiy hayot haqida jamoatning uni saqlashtirishini, munozir qilishini yaxshi axloq deb qaramagan. Bu haqda yozilgan asarlar nihoyat ko'p. Undaqda mening qiziqadiganim nima? Boshqalar haqida agar qiziqadigan bir ish bor deyilib qolsa, men faqat qiziqdim, faqat bir. U bo'lsa-mu, mayli nada o'qisin, qanchalik amaliy kuchi bo'lsin, qanchalik mashhur, qanchalik kelishgan, iqtidorli bo'lishidan qat'iy nazar, u boshqalar uchun nima qildi? İnsaniyat uchun nima qildi? Keng doiradan, tar doiradan oilasi uchun nima qildi? Texmo muvofiq nuqtadan olgan chog'da o'ziga muhtoj bo'lgan xalqlar uchun, millati uchun nima qildi degan narsa mening qiziqadigan narsa. Bo'libmi, agar boshqalarga yordami tegmagan ahvoldami, xalqqa boshqalarga ziyon yetkazdimi yo'qmi? Azor berdimi yoki ularga xushalik qilib keldimi? Ularning ma'lum bir masalasini hal qildimi yoki u masalasini texmo cho'ngaytdimi, zo'raytdimi? Bu mening qiziqadiganim. Shundaqla mening tavsiya qilganim kishilarning o'zining vaqtini boshqalarning shaxsiy ishiga qartishga emas, balki yangi bir narsani barpo qilishga, ma'lum bir masalani hal qilishga, o'zidan to'van o'rinda turgan kishilar bo'lib qolsa, ularning o'rnini yuqori ko'tarishga yordam qilishga, muhtojmanlarga, hojatmanlarga yordam qilishga ajratishini tavsiya qilaman. Dunyoda qildigan ishlar nihoyat ko'p, o'rganadigan narsalar nihoyat ko'p. Bizning bo'libmi, bizga o'xshash nurg'un masalasi bor xalqning, mayli vatan ichida yoki sirtida bo'lsin, masalasi nihoyat ko'p bo'lgan bir xalqning qildigan ishlari nihoyat ko'p. Shularning ichidan o'zi qildigan, qo'lda qildigan ma'lum bir masalani tutib hal qilishning o'zini eng muhim ish deb qarayman va tavsiya qilaman. Uyg'ur islohot harakati suhbatlardan